Bugun biz yana baxtamiz. Xurshid. Sonlar yaxshimi jo'ra? Nima ish boshlading o'zi? Qayerga udobni bu yoqda biznes qilish? Temir tesak bular nima uchun? Kelam sex qanaqa ishlab chiqarishmi yo'q? Turkiyadan kelgan apparatlar yuvadi. Ha, o'sha apparatlarga zakaz berib qo'ygansiz. Zakaz $4,500 ketyapti. Kranlar o'rnatilgan, mana suv chiqayotibdi. 5 oylardan keyin kelsang, rezultatni ko'ramiz. Aslamda qanaqa mashinalar senda? Olib sotish. Gentra, Nexia 3, Lacetti, Cobalt shunaqa mashinalar. Juda ko'p o'ylaganman bu ishni. Mana sizga bitta biznes ideya. Agar shunaqa joiz bo'lsa, uchastkangiz bemalol nimadir qurib, qanaqadir biznes qilsangiz bo'ladi, ishlab chiqarishmi, va hokazo короче. Men Sirdaryo viloyati Baxshahridaman, sababi bir o'rtog'im qanaqadir biznes boshlagan ekan. Qancha tushuntirib ketaman, bu yoq Baxshahri masjid, bozor, muz, yo'q sentrga ketadi, baxtskilar biladi. Biz naryoq o'tishimiz kerak. Do'stlar, unda biz borib kamerani o'sha yerda yoqamiz. Xolos do'stlar, men yetib keldim. Hozir birgamiz o'rtog'im bilan. Polni so'raymiz hozir qanaqa biznes boshlagan, polni obzor bo'ladi. Hozir o'zi nimadir olyapti, ustalarga kerak ekan. Xurshid. Sonlar yaxshimi jo'ra? Namuncha bu qayoqqa bu rasxodlar nima ish boshlading o'zi? Pakasir, nega? Hozir qayerga ketyapmiz biz shuncha narsalarga? Boya reka oldik, mix olyapsan, endi tesha, mesha xullas mahalla yuribmiz. Ana uni zapisini qo'yib yuborarsan. Nima deydi? Qancha zapis qilib yuborish kerak? Tirish qara deydik. Ana. Montajda to'g'rilaveramiz. Bu yoq uchastkang menda, bu yoq uchastka kiriladimi shunda? Uchastkaga. Mana birinchi mashina mana shu. Mana shu birinchi mashinang seni. Do'stim Zuhriddinga sotganmiz. Birinchi eng zo'r, eng fulli qaysi deb Sergeliga borganimizda shuni ko'rsatgan. Mana shu rang moda bo'lgan o'sha payt. Shunday Mamatli bo'pti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xullas, keyin shularga sotganmiz. O'shan Turkiyadan kelgan paytimiz legendasi qaysi desak, avtomat deb mana shunisini ko'rsatib, fully deb 4-pozitsiyasidan bosib oldi. Endi biznes bu yoq turib O'zbekiston muhitiga o'rganish uchun sotib yubordik. Bizda hunar o'rgandik, bu yoq yuribmiz-da shunday qilib. O'zbekistonga короче o'rganishga harakat qilyapmiz. O'zbekistonga o'rganishga harakat qilyapsiz. Shunday. Qayerga udobni bu yoqda biznes qilish? Biznes hamma mana O'zbekistonda qilyapti. Mana misol Islom do'stimiz. Mana shu yerda mana sex ochib olgan bu ham. Uyda ishlardi, sex qilib mana o'sha kuchayish bo'lyapti. Mana qo'shnimiz yana bittasi bu yoqdan холодильник sklad qilyapti. Uy quryapti mana. Aytdi kichkina bitta biznes yana bir sexcha ochyapmiz. Xudo xolasa o'xshab ketsa, omadimiz berib Alloh rizqimizni bersa. Shunday bir yangilik kirityapmiz. Sayxunobod Sirdaryoga короче bir yangilik kirityapmiz. Inshaalloh o'xshatsa agar Xudo xolasa. Endi shumi mana joy? Mana shu yerdan boshlayapsan endi? Shunday. Shu zo'rga, bu nima bu? Qanaqa qurilishlar bu yoqda? Shu elekchasida. Vashi dala uchastkalar qurilib, shunday qilib shu yerdan boshlayapsan. Sex ochyapmiz. Xudo xolasa bitsa ko'raverasizlar keyin. Biz keldik. Qurilish bilyapti bu yoqda. Sekin-asta so'raymiz. Qancha rasxod ketdi bu yoqqa? Keyinchalik nima bo'ladi deb. Yomon emas, cho'tka. Bu yoqlar qanaqa sex bo'lyapti endi Xurshid? Aytaymi? Ayt, qiziqda bu. Sen nimadir quryapsan bu yoqlarda. Bu yoq oldin qanaqa holat edi bu yoq? Tep-tekis bo'lganmi? Nol. Tashlandiq joy edi. Tashlangan joymi? Uyning oxiri tashlandiq joy edi. Mana shu yerni obod qilib qurilish qilyapmiz. Sex Xudo xolasa. Qanaqa sex endi bu? Odamlarga qiziqda, sen nimadir quryapsan. Bu
Nima bu? Shunday qoladimi yo polnisi yopiladimi? Bu yoqlar уже mana zabor ham ko'tarilyapti ekan. Shunaqa bo'lib olib kelib qo'yilgan polnisi, temir tesak, bular nima uchun? Mana bu narsa gilam yoyish uchun. Gilam yoyish uchun. Gilam sex bo'ladi. Gilam sex qanaqa ishlab chiqarishmi yo? Yo'q. Yuvilaydigan. Ha, yuvilaydigan mo'yka apparat. Yo'q, mo'yka emas. Mo'ykadan juda ham ko'p farq qiladi. Bu apparat gilam yuvadigan realniy Turkiyadan kelgan apparatlar yuvadi. Ha, o'sha apparatlarga zakaz berib qo'ygansiz. Zakaz berilgan. Turkiyadan keladi, o'sha apparatlarda yuvilib egasiga yetkaziladi. Dastavkasi tekin bo'ladi. Bu narsa Sirdaryoda bo'ladi. Bu yog'i Oqoltin, Gulistongacha, bu yog'i Sirdaryo shu territoriya, короче. Sayxunobod. Bu hozir noldan ko'taryapsan. Qachon bitadi endi bu? Yana qachon yuvishni boshlasizlar? Bir haftalik yana ishimiz bor. Xudo xolasa bir haftadan keyin уже letniy variant qilib yuvish boshlaymiz, chunki sezon keldi. Xudo xolasa kuzga borib ustini yopamiz, zimli variantga o'tib ketamiz. Letniy zimli bo'lib ketaveradi. Qachonlarga bitadi endi? Taxminan. Bitishi shu kuzga xudo xolasa niyatimiz. Tepasini yopish, chunki hozir yozda sezonda uncha shart emas ustini yopish. O'sha uchun ishni boshlab o'raveramiz, sezonni qochirmaylik. Ha, ishni boshlayverasizlar, keyin sekin-sekin bu yoqlarni o'zi yopib, keyin yana hamma o'z ishini davom qilib ettiraverasizlar. yuraveradi. Ustalar o'zi kelib yopaveradi. Yuvaydiganlar yuvishadi. Shu bolasi hamma o'z ishini bilib qiladi. Endi yana bitta savolda, Xurshid. Masjidga qancha pul ketdi mana shu noldan ko'tarib qurib, hali yana qurilishi bor ekan, davom bor ekan. Qancha pul ketdi mana shu qancha, mana shu bitgan holatigacha? Bitishni o'ziga ham yo apparatlar bilanmi? Yo'q, mana shuni hozir Men senga bunday qilib aytay, общий hisobi chiqib bo'lgan уже. hisob chiqib bo'lgan. Ha, tomi yopilgani yo'q, tomini hisoblamaymiz. Olgan apparatlarim bilan mana shu yerni boshlaganimda noldan bo'ldi. Bu mana bu fundamentni ham professional darajada qurdik. Ob'yomi ham baland bo'ladi ekan buni. Chunki yuviladi, faqat suv ishlaydi bu yerda. Apparat suv. O'sha hisobiga betonga sementini ham ayamaganmiz. Sifatli bo'lish uchun. Где-то bir 4,5 ming dollarlar ketyapti. Shu yerda o'ziga 4,5 ming dollar. Shu holatgacha 4,5 ming dollar ketdi. Значит, yana ham ketadi. Shunday, dalish yana ketadi. Yopib olgancha, ishga tushib olgancha. Shunday. Yana bitta apparatimiz bor, uni o'zi 8 ming dollar turadi. Qanaqa apparat endi? Shu gilam yuvaydigan narsa, gilamni yuvmaydi, u quritib 95% suvini quritib beradi. Shunaqa narsa. Orqa taraflarda nima qurilyapti? Lekin shu orqa taraf adashmasam, bu yerdan chiqish orqaga suv ketadigan joylar, polnisi kolodis kovlangan. Ariq yoqasi. Bitta nima bo'ladi? Bu yerda ham polnisi zabor urilib, menimcha bu yerga ko'rkam nimadir bo'ladi, yopiladi adashmasam. Shu o'rta. Krantlar o'rnatilgan, mana suv chiqayotibdi. Oy. Napor zo'r. Ortashiydi bularni. Chunki zabor quryapti-ku, bu yerda yana dalish tepani yopish uchun. Xullas mahalla. Hop. Mana bannerlar ham tayyor o'sha. Telegram nomer yozsalang bo'ladi, telefon qilsalang bo'ladi, aloqaga chiqsalang bo'ladi, gelamim bor deb. Sirazi ko'tarib, alo, gelam bor. Все, narxini kelishasizlar, kelasizlar. Joy ham kichkina joy emas, kamida bir 4 ta mashina sig'adi. Aniq sig'adi bu joyga. Mana sizga bitta biznes ideya. Agar shunaqa joiz bo'lsa, uchastkangiz bemalol nimadir qurib, qanaqadir biznes qilsangiz bo'ladi, ishlab chiqarishmi, va hokazo короче. Buni hali bilsam bo'ladi. Bitmagan holatiga shuncha pul ketayotgan bo'lsa, bitgancha yana ancha ketib qolishi aniq. Qishda ham yuviladi gelam, yozda ham yuviladi. Vashi hozir paytda bu letniy holatida, qishda tepasi yopilgan ekan, vashi issiq bo'lib, o'sha dushi bo'ladi. Biron joydan arenda olib ishlataman desangiz, juda ham qimmat. Arendani qoplaysizmi, ishchini pulini qoplaysizmi? Biz joiz bo'lsa, joizdan foydalaning demoqchiman. Behuda birovga berib zormang joyni. Kech bo'lganda biz qayerga ketyapmiz? Jo'ra. Xudo xolasa biz xolamning uyiga qarab ketyapmiz. Bir aylantirib kelaman seni.
Sirdaryoni aylantirasanmi? Yo'q, Soldatskiy degan joyga boramiz. Soldatskiy. O'sha yerda bir xolam bor. Borib kelamiz bir aylanib. Tanasada bu mana shu gilam yuvish ideyasi senga qayerdan kelib qoldi bu? Bu ideya, короче, o'zi anchadan beri bitta ishimni ikkita qilmoqchi edim. Ha? Rosa izlanganman. Vayda, men juda ham ko'p izlanganman. Har tomonni ko'rdim. Har bir ishda kiyim-kechak Turkiyadan ham olib kelmoqchi bo'lganman. Yuklarni. Xitoyga ham boraman dedim. Mana shu yuk olib kelib, misol o'pdim. Har ishni qilib ko'raman dedim. Keyin kundan kunga shu izlanib YouTube degan narsadan, internet degan narsadan zo'r foydalansa bo'ladi. Bo'ladi, конечно. Men undan juda ham mana shu hozir mana sen olyapsan, mana shu olayotgan videoingni. Men ham xuddi shunday videolarni ko'rganman-da. Keyin shundan xulosa chiqarib ideya qilib, endi qarasam, baxt degan joyda gilam yuvadigan bir sex yo'q ekan. Yo'q, umuman. Umuman yo'q. Bu Sirdaryo shahrida bormi? Bitta Gulistonda bor, Gulistonda bor. Toshkentda bor. Toshkent, hamma viloyatda bor, короче. Viloyatlarda bor. Imенно mana shu baxtda yo'q ekan. Men o'zim bilishim bo'yicha baxtda Sayxun bu Sirdaryo degan baxt degani mana shu juda katta joy o'zi aslida. Juda katta. Sayxunobod degan joy ham juda katta. Shu joylarda yo'q ekan shu narsa. Shu narsani yangilik qilib kirityapman. Birinchi ishim mashina olib sotish. Men mashina olib ham sotasan sen. Shunday. Mashina olib sotish hozir moshin bozor juda ham singan. Nega mana inovarkalarga aralashmaysan? Sabab bor unga? Bizning territoriya imенно Sirdaryo kuchaymagan oldi. Faqat inomarkani eshitganda zapchasi tushunadi. O'shani hisobiga olgisi keladi, mingisi keladi, lekin shu zapchasi o'ylantirib qo'yadi sirazi. Bilmaydiki, internetda hamma narsa rivojlanib ketgan. Zakaz qilib zapchasini olsa bo'ladi. Juda ko'p o'ylaganman bu ishni. Imенно bu ishni emas, qaysi ishni qilsam ekan deb. Kompyuterxona ochmoqchi bo'ldim. Ochaman degan joylarimni o'sha boshqalar ochib yordi. Uspet qilmadimmi? Ochaman dedim, qilmadim. Instrument arenda deganman, ochaman deganman vaqtida xabaring bor. Turkiyada birga yurganimizda. O'sha ozgina vaqt o'tdi, ochmadim. O'sha boshqalar ochib bu narsani yuritib ketdi. Ko'p ishlarimni qilaman degan narsamni qilmaganman. Qilib ketishgan o'sha boshqalar. O'sha mendan keyin kelgan ularning ideyasi, lekin qilib ketishgan yaxshi, zo'r bo'lib yurishibdi misol. Endi tavakkal, pul tikish juda bir qiyin narsada. Shu pulni topa olamanmikan, obratni chiqarib olamanmikan degan miniyalar ko'p keladi menda. O'sha uchun yetti o'ylab bir kesaman. Inshaalloh Allohga tavakkal qilib shu temani ushladim. Shu temada Xudo xolasa ketamiz da konsa. Qayerdan kelyapti bu motivatsiya senga? Kim misol uchun? Onam. Onang? Onam. Onang Meni motivatsiya beradiganim onam. Nima ish qilsam ham borku, onam to'g'ri zo'r qil deydi. Yo'q demaydi-da. Tushunasam, nima ish qilaman desam, onam har doim borku, "Vo" deydi, "Zo'r ideya qil o'g'lim" deydi. Haqiqatan yetti o'ylab bir kesib, keyin onamga valdir-vuldir gapirib tashlayman-da, o'ylab keyin onamga misol maslahatlashaman. Birinchi maslahatlashadiganim onamda. Onamga maslahat qilaman, onamga shu so'zimni aytaman. "Men shu ishni qilmoqchiman, nima maslahat berasiz?" Misol onam ko'p ko'rganda, misol yoshi katta, yoshi ulug' misol. Shu onam zo'r deydi, motivatsiyani onamdan olaman. Shu onam zo'r deganda men uje ko'tarilaman. Men uje nima deydi, motivatsiya o'zimga kuch olaman, energiya olaman shu onam gapidan. Nima desa onam, misol yaxshi, har doim yaxshi deydi-da, yomon demaydi. O'shandan kuch olamanda, onam misol, "Yo, to'xta" degan joylari ham bo'ladi. Oldin bo'lganda, hozir kelib turib, Allohga shukr, nima desam yo'q demayman, chunki o'y, xayol, fikr rivojlanishi o'zimizga normal bo'lganmiz. Nima desam ham onam yaxshi deydi, faqat chuqur kirishgan, bilib ishingni qilaver deb aytadi. Xullas, onaning duosini olib, albatta birinchi faqat o'rinda. Oldinga qarakadan. Birinchi o'rinda. Aytishadi-ku, ona rozi, Xudo rozi deyishadi-ku. Onam har doim misol duo qilib turadi. Har doim duoda.
ikkita farzandni otasisan. Qanday vaqt ajratyapsan oilangga ham, misol uchun ayolingga, farzandlaringga, mana misol uchun ertalab chiqib ketasan, qayerlargadir borasan. Qanday bo'ldik-a? Bugungi kunni ko'rdingmi qanday? Bugun ko'rdik, mana kuni bo'yi yurdim sen bilan pashta. Qanday bo'ldi shu bugungi kun? Vashi barakali o'tdi qandaydir. Menda shunday uyimga ham uspet qilaman, hamma narsaga iloji boricha yetishga harakat qilaman, uspet qilishga. Kechqurun ishda yuraman, misol mana hozir mana shunda yuribmizmi? Misol hozir uyga kelib turib yana chiqib ketaman. Tinim yo'q-da. Bu davlat ishidagilar misol o'ylaydi 12 soat ishlab keldim, charchadim deydi-ku. Da endi ularga ham ular shunday o'ylaydi, ha. Ular shunday o'ylaydi, unday o'ylash kerak emas. Naborat, borki motivatsiya bilan bir narsani o'ylash kerak. Hayotda yashashdan maqsad nima? Maqsad chiroyli, zo'r yashash kerakmi? Unga nima kerak? Mana bu kerak. Pul kerak. Pul uchun yashayapmiz-ki, ertalab uyg'onasan, nima uchun uyg'onasan? Pul topish uchun. Samo собой. Hamma narsa pulga kelib taqaladi. Hamma narsa. To'g'ri, bu tepadagi narsalarni hisoblamaylik. Endi oddiy hayotimizdan olib turib xulosa qilib aytsak agar, pul uchun. Vaqt olib keladi pul, realni olib keladi. Men 99% pul olib keladi desam, misol adashmagan bo'laman. 99% pul. Puling bo'lsa, hamma narsa. Pulsiz qolgan kunlaring bo'lganmi? Umuman Kistenda kopekasiz qolib ketgan, ko'chada qolib ketgan kunlaring bo'lganmi? Juda ko'p. Qanday bo'lgan bu narsalar senda? Juda ko'p. Qayerda bo'lgan? Iminam eng Rossiyada. Rossiyada? Qayerda Rossiyada? Rossiyada, Piterda. Peterburgdami? Peterburgda men yo'q, ko'p bo'lmagani endi anavida o'sha ham motivatsiya beradi, o'sha narsalar ham. O'sha kunlar ham borku, motivatsiya beradi. O'sha kunlar ham kuch beradi odamga. Misol, o'shanda ozgina misol, undaqa qiynalmaganmiz, misol 1-2 kun qiynalib qolgan joyim bo'lgan. Ko'p bo'lmagan, lekin bunday ko'p vaqt qiynalmaganman. 1 kun, 2 kun. Chunki har doim Allohga shukr, qandaydir yo'lim ochiq yuradi, har doim. Har doim yo'lim ochiq. 1 kun, 2 kun men qiynalganman. U shu endi Britaniyadan ozgina qiyinchilik bo'lgan. Atlak işte musofirda. Musofirchilikda u siz ham qiziq bo'lmaydi ekan. Lekin vo yashaganmiz. Bez problem. Ishlaganmiz-da, chunki ishlagandan keyin hamma narsani rishat qilib tashlaydi o'g'il bola. Xullas men 2 kundan beri syomkadaman. Do'stim syomkasida. Xullas bugun oxirgi kun. Xullas men ham qaytib ketishim kerak o'sha Toshkentga. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kirib kommentariyaga o'z fikringizni yozib qo'ying, like, podpisatsiya qiling. Bundan keyin только shunaqa videolar chiqarishga harakat qilaman, chunki bu meni birinchi proyektim, YouTube olayotganim. Endi какой там kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz, sekin-sekin hammasini to'g'rilaymiz. Xurshid, sen bilan intervyumiz ham, suhbatimiz ham tugadi mana. Shunday. Endi xudo xolasa kuzgacha bitada deding. Yana bir kelib intervyu qilamizmi? Bo'ladi. Ikkinchi seriyasini. Ha. Xolasa ozginadan keyin bir 5 oylardan keyin kelsang, rezultatni ko'ramiz-da. Ha, rezultat temasida gaplashamiz endi ikkinchisida. Shunday rezultatni ko'ramiz. Mana sen aytibsan, noldan boshlangan ish deb ko'rishsin. Noldan boshlangan ish qanday rezultat bo'ladi, qanaqa o'zgarishlar aytib beraman. Bo'lmasa, Bo'ldi aytib beraman. Ammo yo'q. bo'ldi. O'zi do'stlar, biz qaytdik Toshkentga. Biz mana asta o'z yo'liga chiqib oldik. Qaytyapmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Короче, ko'rishamiz.